Yaponiya bo'ylab 4-kun. Ana biz ertalabdan Fuji tog'iga qarab yo'l olamiz. Va biz yo'lga chiqdik. Otelimizdan Shibuyada joylashgan avtobus bekatiga borishda metro avtobusdan foydalandik. Yo'lda tushlik qilib olishga ham ulgurdik. Jami 2 soat vaqt ketdi va nihoyat manzilimizga yetib oldik. Mana biz avtobus bekatidamiz. Hozir biz Fuji tog'iga yo'l olamiz. Qayerga ketamiz? Shibuyadan. Shibuyadan mana Fujiga qarab ketamiz. Ketdik. Fuji tog'iga yetib keldik. Endi otelga qarab yo'l olamiz. Hozir Fuji ko'rinmayapti, cheklarning orqasida. Hozir ko'rsatamiz. O'ta hamma syomka bilan band mana. Fuji tog'i Yaponiyaning eng mashhur va eng baland tog'i. Uning balandligi 3776 metr. Fuji tog'i faol vulqon bo'lib, oxirgi marta 1707-yilda otilgan. Qiziqarli fakt: Fuji tog'i yiliga o'rtacha faqat 60-70 kungina to'liq ko'rinadi. Qolgan kunlari u bulut va tuman bilan yopilib turadi. Shu sababli Fujini tiniq holda ko'rish katta omad. Bu tog' yaponlar uchun muqaddas sanaladi va UNESCOning jahon merosi ro'yxatiga kiritilgan. Mana qaytamiz. Gostinsiga qarab. Milkti Liptonniki Yaponiyaga kelgan odamga tavsiya etaman shu suvdan. Сейчас будет обзор на наш дом на Фуджи. Ketdi. Так, сразу как заходишь, здесь у нас два диванчика со столиком. Пацаны тут обедают. Тут у нас кто-то из пацанов спал ночью, потому что вот здесь кондер, было тепло. Дальше идем. Слева у нас это зал. Тут у нас большой столик с этими вот такими вот подушечками, где можно сидеть. Прикольно, прям японский. Дальше у нас тут кухня. Тут Сереж кушает, приятного аппетита. Спасибо. Холодильник, микроволновка. Так, тут у нас комната уже первая. Вот мы все на полу сегодня спали. Тут вторая комната, которая ограждена с перегородкой вот такой. Да, который не открывается. Вот это наш шкаф. Дальше у нас коридорчик в ванную. Вот это наша ванная. Наша раковина и наш умный туалет, который меня сейчас встретит. Опа! Вот такая у нас хата. Hatto Fuji tog'iga qarab ketamiz. Mana. Ketdik. Go go go. Soat ertalabki 6:50 hali quyosh chiqmadi. Nega Fuji tog'i yaraqlamoqda. Ketdik. Nagasaki degan parkga keldik. Bu yerdan Fujiga juda bir go'zal bo'lgan, chiroyli manzara ochiladi mana. Ertalab bulutsiz, to'g'ri orqa tomon bulutsiz edi. Ha. Biz Fujidamiz. Oo, krasava. Bu Yaponiyada. Yaxshi. Asl qayerdamiz? Va o'zira Nagasaki. Qat общий davlat qaysi davlat? Yaponiya. Yaxshi. Mana vid. Mana atmosfera. Mana biz gastitsadan chiqdik. Endi обратно Tokioga qarab ketamiz. Mana biz Fujidan обратно Tokioga. Обратно Tokioga. Fuji вообще zo'r taassurotlar qoldirdi. Hozir Tokioga ketyapmiz. Station Shibuya.
Ko'rsatdan keyin Moskva Tokioda bo'lamiz. Mana biz Shinjuku shahariga keldik. Shinjuku Tokioning eng jonli va eng gavjum tumanlaridan biri. Bu yerda hayot 24 soat to'xtamaydi. Bu tuman bir vaqtning o'zida zamonaviy osmono'par binolar, neon chiroqlar va qadimiy Yaponiya ruhini o'zida jamlagan. Shinjuku bu ham biznes, ham shopping markazi. Kechki payt Shinjuku butunlay boshqacha qiyofa oladi. Yorug' reklamalar, ko'cha ovqatlari va hayot qaynaydigan atmosfera. Agar Tokioni haqiqiy energiyasini his qilmoqchi bo'lsangiz, Shinjukuga albatta keling. Mana biz endi Osaka aeroportiga qarab yo'l oldik. Biroq Narita aeroportidan Osakaga qarab uchamiz endi. Hozir metrodan ketamiz. Konya с ногами. Uzbekov с ногами Kashkov. Bolalar kuniga 38 ga qadam bosgandan keyin mana. Feruzishi, nima qilding hozir? Oyoqlar to'g'riroq qisib qo'ygan ekan. Yana oyog'ini qayirib berdim, tamom. Boshda og'riq kelmadimi? Oyoqdan urib kamari. Otam nima o'ylayapti? Yaxshi bo'ldi hayot. Yaxshi. Chunki men uni oldin qilib yurganman-da bunaqashqa. Yaxshi, yaxshi. Nima ko'raylik a? Yaxshi bo'lib qoldingmi? Ha. Yaxshi. Narita aeroportiga yetib keldik. Ertalab soat 7 da Tokiodan Osaka shahriga anaqamiz bor. Biletlarimiz bor. Nasib ertalab soat 7 da Hozir soat Yaponiya vaqti bilan 12 dan 50 minut o'tdi. deyarli bir ertalab hozir 5 soat 6 soat dam olsak, ertalab sizlar bilan Osakada ko'rishamiz. Ko'rishguncha.